$8000 biznesda turmushini sotib olasiz. Bitta Nexia 3 puliga tayyor biznes sotaman. Tayyor do'kon ichida mahsulotlar bilan sotib olasiz, sirazi foyda. Bu tomon Urizon, bu tomon Taqachi. Kattaligimizni bilasizlar. Atrofda dom, aholi ko'p. Mana shu aholini o'zi ham zo'r savdo qilib qo'yadi. Oziq-ovqat do'kon. Taxminan 110-120 million atrofida tovari bilan, yana 3 ta xolodilnik, bitta magazinlik, bitta vitrinlik sizning nomingizga o'tib ketadi. Qolgan xolodilniklar firma nomidan bemalol ishlataverasiz. Bozorlar yaqin bo'lgani bilan 90% firmani o'zi bilan ishlanadi. Bu tomonda ombor bor, omborda ichi ham to'la mahsulot. Pulni yig'ib o'tirishdan foyda yo'q. Pulni pulga urish kerak, pul topish kerak. 26-yilda mana shunaqangi ixcham bitta normalniy oilani boqib qo'yadigan, tovarlari bilan birgalikda, joyi ham, lokatsiyasi ham gul bo'lgan do'konni sotib olsangiz, qanaqa siz buncha qattiq ulgurasiz, bunaqa bizneslarga degan odamlar ko'payib ketadi. 2026-yil davomida do'konga $250 dan arenda to'laysiz xolos. 2027da boshqatdan kelishib olasiz. Mana shu yerda turib olib, maza qilib savdoni qilaverasiz. Aka juda qattiq ekanlar. Do'kon yurmaganida sotmoqchi emaslar. Aka biznes qilar ekanlar boshqa sohada, mashina bilan sement sohasida. Oziq-ovqatga to'g'risi ulgurmay qolyapman, shuning uchun aholi zo'r, yurib turgan joyligi uchun sotmoqchi bo'lyapman deysiz. 8000 ga baraka qilib qo'ydik. Aka rozisiz, a? Roziman. Sharaflar uchun rozimiz. Lokatsiyani ko'rdilar, narsalar ko'rdilar. Xizmat bo'lsa, biznes boshlaverish kerak.